أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 23. para. Mən nemishqa meni yaratqan və sizlər ölgəndən keyin dərgahiga qaytadigan Allah'a ibadat qılmay. Mən Allah'ın xeyrini ilah qılıb alğan bolsam, əgər mehribon Allah manga birər ziyan zahmat yetkizməkçi bolsa, ularning shafoati mendan hech narsani dafi qilolmaydi. Hamda meni qutqizolmaydi. Agar undaq bo'lsa, ya'ni Allah'ın xeyrini ilah qılıb alğan bolsam, mən haqiqatan opuchuq gumrohlikda bo'laman. Mən haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirib atgandan keyin uningga jannatga kirgan deyildi. U kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi, dedi. Uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadi. Har qavmini halok qilish uchun farishtalarni tushiriverguchi bo'lmadi. Faqat bir ovoz bilanla nagahon ular ketib qoldi. Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila, uni masxar qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun o'zimizga hozir qilindi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochlikni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamolisini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unligan xurmo bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah bütün ayb nuqsonlardan pokdir. U bütün shaylarni jup yaratdi. Zamindan o'nib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqotlarning hammasining jupti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib etimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib etimizda, ular nagahon qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovalarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchim bo'lmaydi va ularni qutuldirguchim bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qiladiganligimiz uchun ular qutuldirildi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. Parvardigorining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsila, ular buningdan yuz o'riydi. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadaqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mo'minlarga masxir qilish yuzidan, agar Alloh xolisa
ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik. Sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar, deydi. Ular, agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi, deydi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isroil alayhissalomning birinchi qatimliq chalgan surinila kutadi. Ular dunyoda savdo setiq va shuning o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. Sur chilingan aman ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yugurdi. Ular voy issit, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi, deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mo'minlar uningga javoban: "Mehribon Allohning va'da qilg'ini mushu kun. Payg'ambarlar rost aytgan", deydi. Faqat bir ovoz bilan ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo berildi. Shubhisizki, u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftillari jannatning soyalari ostida taxtlarga yo'langan holda turadi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyildi. Gunohkorlarga: "Ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar", deyildi. Sizlarga payg'ambarlar orqali: "Ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. Mangli ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir", deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un ishlarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar. Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi chig'inlarda kofir bo'lganliklaringiz uchun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning egizlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib o'tadi. Ondan ular yo'l mengishga oldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib o'tadi. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'im mangolmaydi. Biz ömrni uzun qilgan odamning tenni ojizlatib etimiz. Ya'ni yoshlik, qirollik vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosib emas. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq qildik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular o hayvonlardan ba'zini minidi, ba'zini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. U ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni hamkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardagini va oshkora qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. Inson bilamdiki, biz haqiqatan uni obi mandan yaratdik. Amdi u Parvardigorga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa, unutdi.
u chirib ketgan sumaklarni kim tirildiroladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'qishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni irod qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah bakturki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Saffat Makkada nozil bo'lgan 182 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sap-sap bo'lib turgan, dushmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab, kalam mullani tilovat qilib turgan g'azat qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubhasiz bir ilohdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allohning itoatidan chiquvchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'nishi uchun har tarafdan oqquchi yulduzlar bilan etildi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha biror narsa anglagan shaytonni yo'ruq yulduz qo'qlab kuydirib tashlaydi. Ulardan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi? Ya bizning yaratganlarimiz, ya'ni osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar, cho'ng maxluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq laydan yaratdik. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxir qilishidi. Ularga Qur'on bilan vas nasihat qilinsa, vas nasihatni qabul qilmaydi. Ular biror mo'jizni ko'rsa masxir qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'piga quruq so'ngga aylangandan keyin rasul tirilamdi. Bizning burunqi otlarimizmi tirilamdi deydi. Aytqinki, sizlar xor holda tirilasizlar. Bir ovozni, ya'ni Isrofilning chalgan surini anglash bilanla hamshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilganligiga qarashib turadi. Ular voy issit, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayriladigan kundir. Allah farishtalarga aytadi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufridagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini hamshargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nemishqa dunyodagi holtinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyildi. Balki ular bugun bo'ysunguchilardir. Ular bir-biriga qarab munozirlashidi. Agashkuchilar agashtiruvchilarga, sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib, bizni iymondan to'suytinglar deydi. Agashtiruvchilar agashkuchilarga aytadi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mo'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. Parvardigorimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik, chunki biz haqiqatan ozg'on edik. Ular, ya'ni agashtiruvchilar bilan agashkuchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundaq qilamiz. Ya'ni agashtiruvchilar bilan agashkuchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundaq ediki,
ularga bir Allah'dan başqa hiç ilah yo'q danglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir Majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdiq deydi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'htan qilgandek emas. U, ya'ni Muhammad alayhissalom haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ey gunohkorlar, sizlar cho'qim qattiq azobni tetug'uvchisizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanisizlar. Faqat Allohning sodiq bandalarilar jazoga tortilmaydi. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni turli mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Ular nozik ne'matlik baqlarda taxtlar ustida bir-biriga qarshib o'ltiradi. Ularga eqib turgan oppoq ishkichilarga lazzat beg'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turildi. Uningda mas qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Ularning yinida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juftalar bo'ladi. Ular oqliqda go'ya qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarshib parang selishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishonamsan? Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq" deydi. U birodarlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar" deydi. U qarabla uni, ya'ni kofir do'stini do'zaxning o'ttirsida ko'rdi. U, ya'ni mo'min aytadi: "Alloh bilan qasamki, meni azrib aloq qilg'ili tas qilib tikansan. Agar Parvardigorimning mening iymonimdan mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan billa do'zaxqa hozir qilinganlardan bo'latdim. Tunji o'lginimizdan boshqa o'lmamdiq. Azobga duchor bo'lmamdiq." Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. Ishlovchilar mushundoq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Bu, ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqum darximi? Zaqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhasizki, u jahannamning qayrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhasiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsaqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichadi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh bildi. Ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi. Ularning ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'ldiqaligi qarg'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qiluvchidirmiz. Biz uni va uning tavallarini cho'ng g'amdan, ya'ni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Uning naslini boqiy qoldirdik. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdan edi. Ondan bir boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. İbrahimmu haqiqatan Nuhning diniga tabalardan edi. O'z vaqtida Ibrohim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. O'z vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularni ayblab aytdi: "Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar. Olamlarning Parvardigori bo'lgan Allohga nimishqa gumon qilasizlar?
u yulduzlarga qaradi. Andın "Men haqiqatan kesel bo'lib qolaman" dedi. Ular uningdan yuz o'rib ayrilishdi. Yana uni tashlab ketishdi. İbrahim asta ularning botlarının yeniga berib, masxir qilish yuzidan "Bu tamoqdan yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar" dedi. Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'li bilan urib, pochaqlashga kirishdi. Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yeniga oldirab saldirab kelib, "Biz ularga cho'qinib olsak, sen ularni chekib tashlamsan" dedi. İbrahim aytdi: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar. Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir. Ular İbrahim uchun bir bino silinglar. Uni o'tin bilan to'ldirib, o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar" dedi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. İbrahim aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Parvardigorim menga bir yaxshi farzand ato qilgin." Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. U İbrahimning ish-kuchlariga yarog'idek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa uningga meni sabr qilguvchi topsan." İkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, yeliqi tushni ishga oshirding, ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushunda mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qushqorni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushunda mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Uningga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Isoq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va Isoqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilguvchilarmi chiqadi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. Ularning qavmini, ya'ni Bani İsrailni cho'ng hamdan, ya'ni Fir'avnning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushunda mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandlarimizdandir. Eliyasmi haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida o'z qavmiga aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar. Sizlar yaratqushlarning eng afzali Allohni tark etib, Baili nomli butga cho'qinamsizlar. Alloh sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bovanglarning parvardigoridir." Ular uni inkor qildi. Shak shubsizki, ular azobga hozir qilindi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni Eliyasga yaxshi nom qoldirdik. Eliyasga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushunda mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandlarimizdandir. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida Lutni va uning tabalarining hammasini qutqizdik. Faqat Mumay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik.
Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atdigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib, kishilar bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Uni cho'ng bir beliq yutib etdi. U qavmini tashlab, Parvardigorning iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih aytqushlardan bo'lmasa edi, beliqning qarnida albatta qiyomatga chiqalatdi. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qarnidan atdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soy tashlab turish uchun bir tub kavini o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki buningdan ko'p bir qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajli yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Ey Muhammad, ular, ya'ni ahli Makkadan so'rab baqinki, qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi? Yoki biz farishtalarni kishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning bolasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Alloh o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Fikr qilmamsizlar? Yoki Allohning bolasi borligiga aniq faktinglar bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni elib kelib, menga ko'rsatinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudubojlik bor deb jo'yladi. Jinlar shak shubhasiz biladiki, ular, ya'ni shu so'zni qilguvchilar do'zaxqa cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Alloh ularning Allohning bolasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allohni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni kutayotgan kishidan boshqa hech ahadini ozdirolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdirilmaydi. Farishtalar aytadi: bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda saf tortib turg'uchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytquchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilarninkidak, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'lardik deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrning oqibatini biladi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uvchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nazil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nazil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning o'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning attigini nima degan yomon. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nazil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Qudrat egasi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jami hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Sura Sad Makkada nozil bo'lgan 88 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman.
بسم الله الرحمن الرحيم صاد Şallık Kur'an bilan qasamki, bu Kur'an haqiqatan mo'jizdir. Balki kofirlar iymondan bosh tortmoqda va Rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda. Ulardan ilgari kufr tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kofirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi?" Ularning, ya'ni Qurayshning katalari so'rinlardan qo'zg'alib chiqib aytdi: "Sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishni iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasorat dindikilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Qur'on bizga nasil bo'lmay, uningga nasil bo'ldimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shakdidir. Balki ular texi mening azobimni tetig'ini yo'q. Balki ularda g'olib, nihoyatda karamlik Parvardigoringning rahmatining g'azinlari bormi? Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga elib chiqadigan sho'tlarga chiqsin. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklaridan ilgari Nuh qavmi, Od qavmi va qo'ziqlar egisi Zahat Fir'avn jazolamoqchi bo'lgan kishini qo'l putlaridan 4 qo'ziqqa bog'lab qiynab o'ldiratdi. Shung u qo'ziqlar egisi deb nom olgan. Fir'avn qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Samud qavmi, Lut qavmi va aykiliklar, ya'ni Shuayb alayhissalom qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Ana shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ular, ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birimi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Bular, ya'ni Makka mushriklari faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qitimliq surnili kutidi. U qaytlanmaydi. Ular masxar qilish yo'li bilan Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga boldiroq qiyomat kunidan ilgari bergin deyishdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni aslagin. U haqiqatan Allohga itoat qilguvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih etdi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmu taraf-tarafdan to'planib Davud bilan billa tasbih etdi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allohga e'tiqod qilguvchidir. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Ey Muhammad, da'vo qiluvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yeniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga: "Qo'rqmagin, biz birimizga chiqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin. Nahaq hukm chiqarmagin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin" dedi. Ularning biri shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'lig'ini menga bergin deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Davud aytdi: "U sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rostla seni bo'zaq qilibdi." Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar
shubhisizki bir-biriga chaqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarla bir-biriga chaqilmaydi. Bular ozdir. Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Parvardigoridan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargan. Nafsi xohishga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlar gumonindir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik. Yoki taqvodorlarni fajrlarga o'xshash qilamdik. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vas nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. O'z vaqtida kashqurligi uningga yaxshi yuguruk otlar to'g'rilandi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim." Sulaymon aytdi: "Otlarni mening oldimga elib kelinglar." Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilguvchisan." Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzon mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salolaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchum parchalarni elib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishga silmagandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin. Bu haqda sendan hisob elinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni aslagin. U o'z vaqtida Parvardigorga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkazdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepgin dedi. U puti bilan yerni tepidi, so'zik bir buloq aytilib chiqdi. Biz uningga bu yuyinsimi bo'ladigan, issimi bo'ladigan so'g'uq sudur dedik. Biz uning kesal vaqtida hodisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan birga bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni elib, uning bilan ayolingni urg'in. Izohat: Ayyub ayolni 100 dar urishga qasam qilgan edi. Qasmingni buzmag'in dedi. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. U nima degan obdan banda. Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. Ibodatda kuchlik, dinda basiratlik bandlarimiz Ibrohim, Issoq va Yaqubni asligin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir.
İsmailni, Eliyasni va Zulkifilni asligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'tiradi. Ular jannatlarda nurg'un mevalarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeltirib turadi. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftlar bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning atoyimizdirki, u hargiz tugamaydi. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kiradi. U nima degan yomon joy? Bu kuydirgichi qiziq suvdir. Qon yerangdir. Ular buni tetishsin. Yana ularga mushu xildagi boshqa turli azoblar bor. Әгеш күчілері білән дозаққа кірген чағда әгеш түргічілерге ейтіледі. Бұ жама сілер білән бірге кіргічідір. Әгеш түргічілер ейтіді. Олар қаршы ілінмайды. Олар жоқым бізге оқшаш азапны тетіғучыдыр. Әгеш күчілер ейтіді. Бәлкі сілер қаршы ілінмайсылар. Сілер азапны бізге еліп келдіңлар. Яни бізні аздырып дозаққа кірішімізге сәбәпчі болдыңлар. Bu nima degan yomon joy? Ular, ya'ni әгеш kuchilar, Parvardigorimiz bizga bu azobni ilib kelgan odamga do'zax azobini 2 hassa ziyoda qilgin deydi. Ular, ya'ni kofirlarning qataboshlari aytidi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mo'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chaqda masxara qilatdiqmi yoki ulardan ko'zlar eg'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular do'zaxda biz bilan birga tursimi ko'rmayotgandik. Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjollashishi cho'qimdir. Ey Muhammad, Makka kofirlarga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Alloh osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. G'olibdir. O'zi xalqin bandlarni noiti mag'firat qilguchidir. Ularga aytqinki, u, ya'ni Allohning birligiga da'vat qilguchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Menga faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan Laydan bir odam yaratdim. Uni men Robbimiz yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi qolmay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yintovlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Alloh aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmaslikning takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi?" İblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni laydan yaratding, dedi. Allah, sen jannatdan yo'qol. Sen haqiqatan qo'qlandi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin, dedi. İblis, Parvardigorim, menga xaloyiq tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang, dedi. Allah, jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat berildi, dedi. İblis aytdi: "İzzeting bilan qasamki,
ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandilaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman. Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana ergashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman." Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftira qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'qig'uvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar. Sura Zumar Makkada nozil bo'lgan 75 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni sherikdan va riyodan sap qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, sherikdan va riyodan sap din Allohga xosdir. Allahni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganni ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandlarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandlarning gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uningdan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonlardan 8 ni. Zahat, ya'ni to'yga, kala, qo'y, o'shkidan erkak kishi bo'lib jami 8. Sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qarnida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi ma'ni, ondan lahti qon, ondan parcha go'sht bosqichlarga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachadon va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Endi shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmi uningga ibodat qilishdan, uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketisizlar? Agar kofir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Allah bandlarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ya'ni har odam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib beradi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga biron ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltiradi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahramon bo'lgan. Sen cho'qim dozig'lardandirsan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va
qiyamda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqanki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Aytqanki, ey Allohning mo'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz berildi. Aytqanki, men dinni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Aytqanki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqanki, dinimni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xalqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tarqizguvchilar qattiq ziyon tarquvchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidinmi qatma-qat o't, ostidinmi qatma-qat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Shaytonga va butlarga cho'qinishdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xush xabar berildi. So'zga quloq selib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. Kimga azob va'dasi tegishli bo'lsa, u cho'qim do'zaxga kiradi. Sen do'zaxdagi odamni qutqiza olamsan. Lekin dunyoda Parvardigordan qo'rqqanlar jannatda qavat oliy imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar yiqib turadi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'diradi. Ondan uni yerga singdirib, buloqni paydo qiladi. Ondan Alloh uning bilan rangi xilma-xil ziroatlarni undirdi. Ondan u quriydi. Uning sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Ondan Alloh uni shox shumbisiga aylantirdi. Uningda haqiqatan aql egalari uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor. Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tark etganlikdan dillari ketib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdadir. Alloh so'zlarning eng chiroyli bo'lgan Qur'onni hosil qildi. Fasohatda, balog'atda uning ba'zisi ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlandi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chog'da Parvardigoridan qo'rqadigan kishilarning badallari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chog'da ularning badallari va dillari yumshab aram topadi. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh ozdirgan odamga hech hidoyat qilg'uch bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zolimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohlaringlarning jazosini tetinglar deyildi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. Alloh ularga bu dunyoda
qarliqning ta'mini tetitdi. Oxiratning azobi texim büyüktür. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Biz kishilarni vaz nasihat olsin deb bu Qur'onda ularga turli misollarni bayon qildik. Qur'on arabchadir. Agirlikdan xolidir. Umidki ular Qur'onning ma'nosini tushunib, kufridan saqlang'ay. Allah sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ishqi silishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birsi bu ishqa, birsi u ishqa buyuruydi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen haqiqatan o'lasan. Ularmu haqiqatan o'ladi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. Kitob o'qish munbiri avlodlar tarbiyati hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.